Mana bunaqa trapetsiya berilyapti. To'g'ri burchakli trapetsiya. Berilganlarga ko'ra x ni toping deyapti. Mana. Nima berilyapti? Balandlik berilyapti 6 va mana bu ikkita yuza bir-biridan 24 taga, pastdagisi tepadagisidan 24 ta katta ekanligi aytilyapti. X ni topishimiz kerak mana bu x ni. Qanday topamiz? Qidirib topamiz. X ni topishimiz kerakmi? Mana men x ni topib beraman sizga. Mana x. Topdik x. Ana shu x bo'ladi. Albatta hazil. Keling, ozgina dars o'taman sizga. Mana bunaqa narsa bor. Isbotini qilmayman, isbotini sizga qoldiraman. Agar isbotini qila olsangiz qildingiz, qila olmasangiz qila olmadik, qilib bering deb jo'natsangiz, men Instagram sahifamda yoki kanalda video qilib tashlayman mana shular isbotlarni. Demak, mana bu yerdan bitta trapetsiya chizamiz mana. Bu istalgan degan trapetsiya, teng yonli yoki to'g'ri burchakli yoki ma'lum bir qonuniyatga ega bo'lgan trapetsiya emas. Bu istalgan degan trapetsiya mana. Mana bu tepada qolgan kichkina uchburchakning yuzi A bo'lsin. Pastdagi uchburchakning yuzi B bo'lsin. Mana bu ikkita yondagi kapalakni qanotiga o'xshagan narsalar ikkovi ham S bo'ladi. Eslab qoling. Doimo shunday. Trapetsiya qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tepa yuza bilan past yuza A, B bir-biridan farq qiladi-da, lekin ikkita, mana bu bizning pushti ikkita narsamiz, ikkalasini ham yuzasi bir-biriga har doim teng bo'ladi. Mana biz buni A deb belgilab qo'yamiz. Va undan tashqari yana bitta ma'lumot bor, qo'shimcha ma'lumot. A bilan B ning ko'paytmasi, ikkita yuzaning ko'paytmasi teng bo'ladi. Ikkita yondagi, mana kres qilib S bilan S ni ko'paytmasiga, S kvadratga. Bizda mana bu allambola rasmimizda S kvadratga. Mana bu yerda esa S bilan S plus 24 A bilan A ning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu shunchaki ma'lumot. Endi bu masalani yechishga kirishamiz. Masalani yechishni boshladik, xo'p. Demak, qarang. Ikkita pushti rangda bo'yalgan yuzalar o'zaro teng dedik. Buni aytdik. Ular A bo'lsin. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Mana buni A deyman. A. Bunisi ham A. A bo'ldi. Ana. A. Bu. Trapetsiyaning kichik asosini kichkina A deb belgilaymiz. Mana bu yerdan demak kichkina A. Pastga katta asosini B deb belgilab olamiz. B. Mana. B deb belgilab olamiz. Shunda qarang. U holda mana bu uchburchakni qarang-da mana. Ko'k bilan pushtini. To'g'ri burchakli uchburchakmi? To'g'ri burchakli uchburchak. A qo'shilgan S qo'shilgan 24. Mana A, S va 24 yig'indi. Mana bu ikkita yig'indisi to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasiga teng-da, to'g'rimi? To'g'ri burchakli uchburchak esa katetlar ko'paytmasining yarmiga. 6 ko'paytirilgan B 1/2, 6B. 3B ga ya'ni, 3B ga teng. 6B va 1/2 ham bor-ku, 3B ga teng bo'lyapti. Endi mana bu uchburchakni qarang. Yashil bilan pushtini. Bu uchburchakning asosi A ga teng, balandligi 6 ga teng. Mana bu 6 u uchun ham balandlik bo'ladi, chunki parallel chiziqlar orasida qamalgan bo'lyapti. Asoslar parallel-ku nimada? Trapetsiyada. Demak, bu uchburchakning yuzi nimaga teng? Ya'ni S plus A plus S yuzamiz teng 1/2. Balandlik 6 ko'paytirilgan A. Demak, bu nima bo'ladi? 3A bo'ladi. Mana. Mana bu tengliklarni ayirib olsak, A plus S bilan A plus S ketib qoladi. 24 qoladi u yerda. 3B dan 3A ayiramiz. 3 qavsdan tashqari chiqsa B minus A bo'ladi. 3 ni bo'lishga o'tkazib olsak, B minus A teng 8 ekanligi ma'lum bo'lar ekan bizga. B minus A teng 8. Bu nimaga kerak menga? Menga B minus A emas, X kerak edi-ku degan savol bor. Qarang, B minus A dan biz qanday foydalanamiz hozir? Mana bu yerdan qarang. To'g'ri burchakning mana shu uchidan, mana shu yerdan shunda qo'yamizda. Men markerni qo'yaman, siz ruchkani qo'yasizda. X ga parallel qilib mana shunday chiziq tortasiz. X ga parallel qilib. Mana shunday qilib chiziq tortasiz mana. Ana. Ana. X ga parallel qilib ko'chirganimizdan keyin mana bu tomon parallelogram bo'ladi-da, mana bu A mana bu yerga ko'chib tushadimi? Mana bu yerga A ko'chib tushadi. Ana. A ko'chib tushsa, to'lig'i mana bu to'liq masofa B edi. Mana bu yer A bo'lsa, mana bu yerda qolgan qismi B minus A bo'ladi-da. B minus A. Ketdik. To'g'ri burchakli uchburchakni ko'ryapsizmi? Mana bu yog'i B minus A, mana bu yog'i 6, mana bu yog'i X ni parallel ko'chirib kelganim uchun bu yog'i X. Mana. Men aytgan alohida chizay-a. Bunday, bunday, bunday. Ana, o'xshadi-ya. X
6 b minus a. b minus a. Ana ketdik. b minus a 8 ga teng. Mana bu 6 ga teng, to'g'ri burchak uchburchak oddiy Pifagordan 6 8 x ning 10 ekanligini topish qiyin emas. Ana o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz, webinar qatnashchilarimiz hayron bo'layotgandir, shunchalik ham yozish qiyinmi deb. Nima qilib o'zimni bir oqlab qo'yayda, men mana bu yerda yozaman, yozuv uzoqda paydo bo'ladi-da, orientir olish qiyin bu yerda. Juda qiyin. Mayli, shunda ham amallab yozyapmiz, xo'p. Demak, mana x ni topish uchun yuzalar yetarli bo'lar ekan. Mana shunaqa tengliklardan kelgusida mana o'zingiz uchun bilib qo'ydingiz. Ikkita ma'lumot, ha? Bu ikkita yuza bir-biriga teng. Kres ko'paytirsak yuzalar teng bo'ladi bir-biriga.